Salom, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizni juda muhim va ko'plab insonlarning hayotini o'zgartirishi mumkin bo'lgan mavzu bilan tanishtirmoqchiman. Agar siz oyma-oy keladigan kommunal to'lovlar yukidan charchagan bo'lsangiz, doimiy ravishda ortib borayotgan narxlar va qarzlar haqidagi tashvishlar bilan yashayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki bugun men sizga kommunal to'lovlarni to'lash majburiyatidan butunlay ozod bo'lishingiz mumkinligi haqida so'zlab beraman. Noto'g'ri eshitmadingiz, bu har biringizga tegishli bo'lishi mumkin. Bu yangi rasmiy farmoyish tafsilotlari. Darhol kanalga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Avvallari vaziyat juda sodda va tushunarli edi. Har bir uy egasi yoki ijarachi o'zining iste'mol qilgan kommunal xizmatlari uchun to'liq hajmda to'lovni amalga oshirishi shart edi. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiq suv, kanalizatsiya, qattiq maishiy chiqindilar uchun to'lovlar. Uy-joy fondini saqlash va ta'minlash uchun badallar, bularning barchasi har oyda keladigan hisob-kitoblarda aks etardi va to'lanishi shart edi. Agar to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmasa, penya hisoblanardi. Qarzdorlik ortib borardi va oxir-oqibat xizmat ko'rsatishdan uzib qo'yish xavfi yuzaga kelardi. Misol uchun, biror oila oylik daromadining yarmini kommunal to'lovlarga sarflashga majbur bo'lishi mumkin edi. Agar oila 1-2 oy qiyinchilikka uchrab, to'lovni kechiktirsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardan ogohlantirishlar kelardi. Ba'zida elektr energiyasi yoki gazdan uzib qo'yish holatlari ham kuzatilar edi. Bu odamlar uchun doimiy stress va bosim manbai edi. Ayniqsa, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun bu juda og'ir yuk edi. Ularning oylik pensiya yoki nafaqalari ko'pincha kommunal xizmatlar uchun ham yetarli bo'lmasdi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi rasmiy farmoyish shuni belgilaydiki, muayyan toifadagi fuqarolar va oilalar uchun kommunal to'lovlarning bir qismi yoki hatto to'liq hajmi uchun to'lash majburiyati bekor qilinadi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularni doimiy tashvishlardan xalos etadi. Bu farmoyishning asosiy maqsadi aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, eng zaif qatlamlarga yordam berish va ularning hayot sifatini oshirishdir. Ya'ni, endi shunchaki to'lovni kechiktirdim emas, balki ushbu xizmat uchun to'lashim shart emas degan huquqiy asos paydo bo'ldi. Bu yangilik shunchaki chegirma yoki subsidiya emas, balki ba'zi hollarda to'lovdan butunlay ozod qilishni nazarda tutadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q demak? Bu rasmiy farmoyish nimalarni anglatadi va kimlarga tegishli? Buni batafsil ko'rib chiqamiz. Farmoyishga ko'ra, siz quyidagi hollarda kommunal to'lovlardan butunlay yoki qisman ozod bo'lishingiz mumkin. 1. Kam ta'minlangan oilalar. Agar sizning oilangiz temir daftarga kiritilgan bo'lsa yoki ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, davlat tomonidan kam ta'minlangan deb tan olingan bo'lsa, sizning kommunal to'lovlaringizning katta qismi yoki to'liq qismi davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Bu ayniqsa ko'p bolali oilalar uchun juda muhim. Misol, Farg'ona viloyatidan Murod akaga murojaat qilamiz. Uning oilasida 5 nafar farzandi bor, xotini uy bekasi, o'zi esa kunlik ishlarda ishlaydi. Uning oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan ham pastroq. Ilgari Murod aka har oyda taxminan 600-700 ming so'mga yaqin kommunal to'lovlarni amalga oshirar edi. 2 ming so'm gaz uchun, 200 ming so'm elektr energiyasi uchun, 100 ming so'm suv uchun va qolgan qismi chiqindi va uy-joy kommunal xizmatlari uchun. Bu uning oila daromadining deyarli 6% ni tashkil etardi. Yangi farmoyishga ko'ra, agar Murod aka mahallaning ijtimoiy xodimi orqali kam ta'minlangan oila sifatida rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va uning holati tasdiqlansa, uning elektr energiyasi va gaz uchun to'lovlari to'liq davlat tomonidan qoplanishi mumkin. Bu degani, Murod aka har oyda o'sha 4 ming so'mni to'lamaydi. Bu esa uning oilasining boshqa ehtiyojlari uchun sezilarli yordamdir. Endi ular farzandlarining o'quv guruhlariga, kiyim-kechaklarga yoki sog'lig'iga ko'proq pul sarflashlari mumkin. Yoki tasavvur qiling, bir oilaning oylik daromadi 2 million so'm. Kommunal to'lovlar esa 700 ming so'm. Bu daromadning 35%. Farmoyishga ko'ra, agar kommunal to'lovlar oila jami daromadining ma'lum foizidan, masalan, 20 million qismi subsidiyalanadi.
Bu degani 25 dan yuqori bo'lgan qismi. Ya'ni 700 ming so'm, 500 ming so'm, 200 ming so'm davlat tomonidan qoplanadi. Oilaning o'zi esa 500 ming so'm to'laydi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar va yolg'iz keksalar. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar. Shuningdek, yolg'iz yashayotgan va pensiya yoshidagi fuqarolar ham ushbu imtiyozlardan foydalanishlari mumkin. Ularning ahvoli ko'pincha og'ir bo'ladi. Ular jismoniy jihatdan ham, moddiy jihatdan ham yordamga muhtoj. Misol, Toshkent shahridan 75 yoshli Ra'no buvi. U yolg'iz yashaydi. Ikkinchi guruh nogironi, pensiyasi 1.200.000 so'm. Har oyda issiq suv, sovuq suv, gaz va elektr uchun 400 ming so'm to'laydi. Pensiyasining deyarli 35% kommunal to'lovlarga ketadi. Yangi farmoyish unga nafaqat pensiya olishga, balki kommunal xizmatlar uchun to'lovdan ham qisman ozod bo'lishga imkon beradi. Unga yordamchi to'lovlar yoki subsidiyalar ajratilishi mumkin. Natijada u har oyda atigi 7.50 ming so'm to'laydi. Qolgan 2.3 ming so'm davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu mablag'larni u dori-darmonlarga yoki oziq-ovqatga sarflashi mumkin. 3. Yaroqsiz ahvoldagi uy-joylarda yashovchilar. Agar sizning uyingiz yaroqsiz deb topilgan bo'lsa va bu rasmiy xulosa bilan tasdiqlangan bo'lsa, ammo siz hali ham u yerda yashashga majbur bo'lsangiz, ma'lum turdagi kommunal to'lovlardan ozod bo'lishingiz mumkin. Bu masalan, uy-joy fondini saqlash uchun badallarga tegishli bo'lishi mumkin. Misol, Buxorodan Abdulla aka. Uning eski hovlisi yaroqsiz ahvolga kelib qolgan, devorlari yorilgan, tomi oqadi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, uyda yashash xavfli. Shahar hokimiyati uni vaqtincha shu yerda qoldirgan, yangi uyga ko'chirish navbatida turibdi. Bu orada Abdulla aka har oyda uy-joy fondini saqlash va ta'mirlash uchun 1 ming so'm badal to'lab kelgan. Endi yangi farmoyishga binoan u bu to'lovdan ozod qilinadi. Chunki uy allaqachon yaroqsiz deb topilgan va uni ta'mirlash mantiqsizdir. Bu 1 ming so'm unga unchalik katta summa bo'lmasa-da, adolat nuqtai nazaridan bu muhim yengillikdir. 4. Xizmat ko'rsatish sifati past bo'lsa, bu eng muhim yangiliklardan biri. Agar sizga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifati belgilangan standartlarga javob bermasa, masalan, gaz bosimi past, elektr energiyasi tez-tez o'chadi, suv bosimi past yoki umuman suv bo'lmaydi, isitish tizimi yaxshi ishlamaydi. Siz ushbu davr uchun to'lovdan butunlay ozod bo'lishingiz yoki hisob-kitobni qayta ko'rib chiqishni talab qilishingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz aslida to'lovdan ozod bo'lasiz. Misol, Toshkent viloyatidan Dilshod aka. Uning uyiga isitish mavsumida issiq suv kuniga atigi 3-4 soat beriladi. Qolgan vaqtda suv sovuq, lekin u baribir to'liq issiq suv uchun to'lovni amalga oshirar edi. Chunki boshqa iloji yo'q edi. Yangi farmoyishga ko'ra, Dilshod aka xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma ariza bilan murojaat qilib, issiq suv ta'minotidagi uzilishlar va sifat pastligi haqida xabar beradi. Tashkilot xodimlari vaziyatni o'rganib chiqib, haqiqatan ham xizmat ko'rsatish sifati past ekanligini tasdiqlashdi. Natijada Dilshod akaga issiq suv uchun to'lov qayta hisoblandi va u faqat xizmat ko'rsatilgan soatlar uchun to'ladi. Yoki umuman ma'lum bir davr uchun to'lovdan ozod qilindi. Bu uning uchun har oyda BDShni 200 ming so'm tejashga imkon berdi. Chunki u endi noto'g'ri ko'rsatilgan xizmat uchun to'lamaydi. Yoki tasavvur qiling, bir mahalla aholisi bir hafta davomida elektrsiz qoldi. Ilgari ular baribir ushbu haftada sarflamagan elektr energiyasi uchun ma'lum bir qatiy to'lovni, abonent to'lov kabi to'lashga majbur bo'lishardi. Endi ular ushbu davr uchun umuman to'lovdan ozod qilinadi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida hech kim tashvishlanmasligi kerak, ammo bu farmoyish kimlarga taalluqli emasligini tushunish muhim. Bu farmoyish birinchi navbatda yuqorida sanab o'tilgan toifadagi fuqarolar uchun mo'ljallangan. Agar siz yuqoridagi toifalarga kirmasangiz, ya'ni oilangiz kam ta'minlangan bo'lmasa, nogironligi bo'lmagan bo'lsangiz, pensiya yoshida bo'lmasangiz, yolg'iz yashamayotgan bo'lsangiz va uyingiz yaroqsiz deb topilmagan bo'lsa, shuningdek sizga ko'rsatilayotgan barcha kommunal xizmatlar sifati belgilangan me'yorlarga javob bersa, siz avvalgidek to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq hajmda amalga oshirishda davom etasiz. Bu degani sizga bu imtiyozlar taalluqli emas. Bu farmoyish hammaning kommunal to'lovlardan butunlay ozod qilishni anglatmaydi. Aksincha, ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Aslida yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalarga kiruvchi fuqarolar tashvishlanmasligi kerak. Aksincha, ular o'z huquqlarini bilishlari va ulardan foydalanishlari kerak.
Davlat ularga yordam berishga tayyor. Sizning vazifangiz faqat o'z huquqlaringizni bilish va ularni amalga oshirish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishdir. Asosiy qism 2. Istisnolar. Tuzoqlar va noaniq nuanslar bu farmoyish juda istiqbolli ko'rinishiga qaramay, uning ba'zi istisnolari, tuzoqlari va noaniq nuanslari borligini tushunishimiz kerak. Afsuski, ko'pincha qog'ozdagi qonun va hayotdagi amaliyot o'rtasida farq bo'ladi. Istisnolar 1. Barcha kommunal xizmatlar qoplanmaydi. Farmoyishda aynan qaysi turdagi kommunal xizmatlar uchun to'lovdan ozod qilish nazarda tutilganini aniq bilish kerak. Ba'zi hollarda faqat elektr va gaz uchun, boshqalarda esa suv va isitish uchun bo'lishi mumkin. Masalan, internet xizmati yoki telefon aloqasi uchun to'lovlar bu farmoyish doirasiga kirmasligi mumkin. Chunki ular asosiy kommunal xizmatlar hisoblanmaydi. Yoki uy-joy fondini saqlash to'lovi har doim ham qoplanmasligi mumkin. Agar siz kvartirangizda kichik ta'mirlash ishlar o'zingiz hal qilishingiz mumkin bo'lsa. 2. Muddati cheklangan choralar. Ba'zi hollarda bu imtiyozlar doimiy emas, balki ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oy yoki 1 yilga berilishi mumkin. Shundan so'ng oilaning moliyaviy ahvoli qayta ko'rib chiqiladi. Agar oilaning daromadlari yaxshilansa, imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Bu vaqtinchalik yordam sifatida ko'rib chiqiladi. Ochiq hududiy farqlar. Garchi farmoyish butun mamlakat bo'ylab kuchga ega bo'lsa-da, uning joylarda tatbiq etilishi va izohi turli hududlarda biroz farq qilishi mumkin. Ba'zi mahalliy hokimiyatlar qo'shimcha shartlar qo'yishi yoki aksincha qo'shimcha yordam dasturlarini joriy etishi mumkin. Masalan, qishloq joylarda shaharga nisbatan gaz ta'minoti muammolari ko'proq bo'lishi mumkin va shuning uchun bu sohadagi yengilliklar ko'proq e'tiborga olinishi mumkin. 4.60dagi qarzdorlikka ta'sir qilmasligi. Farmoyish odatda uning qabul qilingan sanasidan keyingi davr uchun amal qiladi. Bu degani, ilgari yuzaga kelgan kommunal qarzdorliklar ushbu farmoyish bilan avtomatik tarzda bekor bo'lmaydi. 60dagi qarzlar uchun alohida amnistiya yoki imtiyozlar bo'lmasa, ular baribir to'lanishi kerak. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'plab odamlar ushbu imtiyozni eski qarzlardan qutulish usuli deb o'ylashlari mumkin. Tuzoqlar va xavflar. Byurokratiya va hujjatbozlik. Afsuski, davlat yordamini olish har doim ham oson emas. Sizdan ko'plab hujjatlarni to'plash, turli idoralar eshigini qoqish talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa keksa va nogironligi bor insonlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Ba'zida sizdan kerakli bo'lmagan hujjatlarni ham talab qilishlari mumkin. Bu esa jarayonni yanada cho'zadi. 2. Noto'g'ri talqin va firibgarlik. Ba'zi fuqarolar farmoyishning mohiyatini noto'g'ri tushunib, endi umuman to'lamaslik kerak deb o'ylashlari mumkin. Bu esa kelajakda katta qarzdorliklarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu vaziyatdan foydalanib, o'zini kommunal xizmatlardan ozod qilish bo'yicha mutaxassis deb tanishtiruvchi firibgarlar paydo bo'lishi mumkin. Ular sizdan pul talab qilib, aslida hech qanday yordam bermasliklari mumkin. Faqatgina rasmiy idoralar orqali harakat qilish kerakligini unutmang. O'tish shartlarining o'zgarishi. Siz imtiyoz olganingizdan keyin ham sizning moliyaviy ahvolingiz, oilangiz tarkibi yoki yashash sharoitingiz o'zgarsa, imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Bu haqda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga o'z vaqtida xabar berish majburiyatingiz borligini unutmang. Aks holda, ortiqcha olingan subsidiyalar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Noaniq nuanslar, bir subsidiyalar yoki to'liq qoplash, ba'zida to'lamaslik mumkin deganda to'lovni davlat qoplab berishi, subsidiya berishi tushuniladi. Ya'ni xizmat ko'rsatuvchi tashkilot baribir o'z pulini oladi, lekin sizdan emas, balki davlatdan. Bu sizning nol to'lov bilan yashayotganingizni anglatadi. Ba'zi hollarda esa xizmat sifati past bo'lganda haqiqatan ham hisob-kitob qayta ko'rib chiqiladi va siz xizmat ko'rsatilgan qismigina to'laysiz. Ba'zida esa umuman to'lamaysiz. Bu ikki holat o'rtasidagi farqni tushunish muhim. Davlat subsidiyasi tizimi ko'pincha aholi uchun eng maqbul yechim hisoblanadi. Chunki bu xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning uzluksiz ishlashiga ham yordam beradi. 2. Isbotlash yuki iste'molchi zimmasida. Kommunal xizmatlarning sifati pastligi haqidagi shikoyatlar bo'yicha odatda xizmat sifati yomonligini isbotlash yuki sizning zimmangizda bo'ladi. Siz dalillar to'plashingiz, fotosuratlar, videolar, guvohlarning ko'rsatmalari, haroratni o'lchash natijalari, shikoyatlaringizni yozma ravishda qayd etishingiz va ularning ro'yxatdan o'tganligini ta'minlashingiz kerak. Har bir shikoyatingizga raqam berilishini va yozma javob talab qilishni unutmang. 3.
vaqtinchalik uzilishlar va rejali ishlar, elektr energiyasi yoki suv ta'minotidagi rejali uzilishlar, masalan, ta'mirlash ishlari munosabati bilan odatda bu farmoyish doirasiga kirmaydi. Chunki bu uzilishlar oldindan e'lon qilinadi va muammoni hal qilishga qaratilgan. Ammo agar bunday rejali uzilishlar belgilangan muddatdan oshib ketsa yoki sifat standartlariga rioya etilmasa, bu holatda ham qayta hisob kitobni talab qilish huquqingiz bor. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak, endi eng muhim qismga o'tamiz. Sizning harakatlar rejasi. Bu farmoyishdan maksimal darajada foydalanish uchun qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerak? Bir qadam, eligibillikni tekshiring. Birinchi navbatda siz o'zingiz yoki oilangiz ushbu imtiyozlarga loyiq ekanligini aniqlab olishingiz kerak. Daromad darajasi. Oilangizning jami oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan pastmi? Davlat tomonidan kam ta'minlangan deb tan olinganmisiz? Oila tarkibi. Oilangizda ko'p bolalar bormi? Oilada nogironligi bo'lgan shaxs bormi? Yolg'iz yashovchi keksa fuqaro bormi? Yashash sharoitlari sizning uyingiz yaroqsiz ahvolda deb rasman topilganmi? Xizmat sifati sizga ko'rsatilayotgan gaz, elektr, suv, isitish xizmatlari doimiy ravishda past sifatlimi? 2 qadam. Hujjatlarni to'plang. Agar siz imtiyozlarga loyiq bo'lsangiz, tegishli hujjatlarni to'plashni boshlang. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, pasport, o'zingizniki va oila a'zolariniki tug'ilganlik haqida guvohnomalar. Daromadni tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnoma, oylik ish haqi haqida, pensiya guvohnomasi, nafaqa olish haqida ma'lumotnoma. Agar siz ishsiz bo'lsangiz, bandlikka ko'maklashish markazidan ishsiz deb ro'yxatga olinganligingiz haqida ma'lumotnoma. Yashash joyi haqida hujjatlar, uy kitobdan ko'chirma, propiska haqida kadastr hujjatlari, ijtimoiy holatni tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik guvohnomasi, temir daftarga kiritilganlik haqida ma'lumotnoma, ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimidan ko'chirma. Xizmat sifati pastligini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar shunday holat bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozilgan arizalarning nusxalari, ular tomonidan berilgan javoblar, dalolatnomalar, masalan, gaz bosimi pastligi haqida suratlar, videolar. 3 qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalla fuqarolar yig'ini MFA kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritish yoki ijtimoiy himoya reyestriga kirish masalalari bo'yicha birinchi murojaat nuqtasi. Mahalla raisi yoki hokim yordamchisi sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Xalq qabulxonalari va hokimiyatlar agar MFda yechim topilmasa yoki murakkabroq masala bo'lsa, tuman shahar hokimiyatining aholi murojaatlari bilan ishlash bo'limiga yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar, hudud gaz ta'minot, hududiy elektr tarmoqlari, suv ta'minot va boshqa xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning tuman, shahar bo'limlariga ayniqsa xizmat sifati pastligi bo'yicha bevosita ularning o'ziga yozma ariza bilan murojaat qilasiz. 4 qadam. Arizani qanday yozish kerak? Arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasini tegishli idoraga topshirasiz. Ikkinchi nusxasida esa qabul qiluvchi shaxsning imzosi, familiyasi, ismi va murojaat qabul qilingan sanasi hamda ro'yxatga olish raqami bo'lishi shart. Bu sizning qo'lingizda murojaat qilganingiz haqidagi isbot bo'ladi. Arizada quyidagilar aniq ko'rsatilsin. Kimga? Murojaat qilayotgan idora nomi, masalan, Toshkent shahar suv ta'minot AJ tuman bo'limi boshlig'iga. Kimdan? Sizning familiya, ismingiz, otangizning ismi, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, murojaat sababi, kommunal to'lovlardan ozod qilishni so'rash, masalan, kam ta'minlanganlik sababli yoki xizmat sifati pastligi munosabati bilan hisob kitobni qayta ko'rib chiqishni talab qilish, vaziyatning batafsil tavsifi, qaysi kommunal xizmat, qaysi davr, qanday muammo yuzaga kelganligi haqida aniq ma'lumot, ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, yuqorida sanab o'tilgan hujjatlarning nusxalari, talab sizning aniq talabingiz, masalan, elektr energiyasi uchun to'lovdan ozod qilishni so'rayman yoki issiq suv ta'minotidagi uzilishlar tufayli to'lovni qayta hisoblashni so'rayman. 5 qadam. Natijani kuzatish va shikoyat qilish. Arizangizga qonun bo'yicha 15 kun ichida qo'shimcha o'rganish talab qiladigan holatlarda 30 kungacha javob berilishi kerak. Agar sizga rad javob berilsa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob bo'lsa, siz yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki nazorat organlariga shikoyat qilishingiz mumkin. Yuqori turuvchi organlar, masalan, hudud gaz ta'minot AJ tuman bo'limi boshlig'ining javobi sizni qoniqtirmasa, ushbu tashkilotning viloyat bo'limiga yoki respublika bosh ofisiga shikoyat qiling. Prokuratura organlari,
Agar sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, prokuraturga murojaat qilishingiz mumkin. Sud eng oxirgi chora sifatida sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilishingiz mumkin. Unutmang, barcha murojaatlaringiz yozma bo'lishi va ularning nusxalari sizda saqlanishi kerak. Bu kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. Telefon orqali og'zaki murojaatlar har doim ham samarali bo'lmaydi va ularni isbotlash qiyin. Xulosa va yakuniy chorlov bugungi videoda men sizga kommunal to'lovlardan ozod bo'lish imkoniyati haqidagi yangi rasmiy farmoyishning eng muhim tafsilotlarini tushuntirishga harakat qildim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu yangilik barcha uchun emas, lekin kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar va sifatsiz xizmatdan aziyat chekayotgan fuqarolar uchun juda muhim imkoniyatdir. Bu davlatimizning aholini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan yana bir amaliy qadam bo'lib, millionlab oilalarning moddiy ahvolini yaxshilashga xizmat qiladi. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan qo'rqmang. Agar siz ushbu toifalardan biriga kirsangiz, yuqorida aytilgan amaliy qadamlarni bajarishni boshlang. Hech kim sizni ushbu yordamdan mahrum qilishga haqli emas. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu farmoyish haqida qanday fikrdasiz? Siz yoki sizning tanishlaringiz ushbu imtiyozlardan foydalanganmisiz? Kommentariyalarda o'z tajribangizni baham ko'ring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling va moliyaviy barqarorlikka erishing. Keyingi videolarda ko'rishguncha